Onamdan qolgan toshoyna qani? Bilmasam. Qizim yaxshimisan? Qizim yaxshimisan, bormisan? Yana keldimi? Kelib yaxshi qilibsizlar, kiringlar. Assalomu alaykum. So'p, sizning qaynatam ko'rishmaganimizga 3 kun bo'pti. Ketaylikmi? Mayli. Hazır. Kiringizlar. Mehmonxonamizga xush kelibsiz. Kiring. Qaynana. Bugun nima ovqat yeymiz? Bugun mastava yeymiz. Mastava laqabli makaron yeymiz. Dadam makaron yemaydi-ku. Shuning uchun makaron yeymiz bugun. Ha? Dada, men bir etam ishlatdingizmi? Ha? Soqolingiz turibdi-ku. Kantovkamni oldim. Nimaga edi? Ya o'zim tashavermoqchi edim buni. Nimaga? Men soqolim yo'q-ku. U yoqda dadam bor. Dushga kiraman aka. Do'shga onam kiruvdilar. Qayoqqa? Qo'shnining tualetiga kirib chiqay. Kirgizsa agar. Mana ko'rpa. Nimaga? Siz dadam bilan uxlaysiz, men onam bilan uxlayman. Kuyov bu 10 kundan beri uxlamaganga o'xshaysiz. Kuyov! Qara uka, hozir biz chiqamiz. Mana pul. Qorni katta qilib yasaysan-da, yuziga aniq qilib otasan. Tushunding-a? Do'ppili odamga tiysin. Tushunding-a? Ma, al. Kuyov? Bu ko'p bo'yi uyda o'tiribsiz, ishlaganingizni ko'rganim yo'q. Men Yevropada mavsumiy ishlab kelaman. Yaqinda Germaniyadan keldim. Endi mart oyida Prime Visa orqali Bolgariyaga ketmoqchiman. Bolgariyada nima ish qilasiz? Mehmonxona servisi. Ayollarga ham, erkaklarga ham ish bor. $700 dan $1000 pul topsangiz bo'ladi. Ovqat, yotoq joyda ishxona hisobidan beradi. Topgan pulingiz o'zingizga qoladi. Ro'sa, cho'lla ham borsa bo'ladi? Nima bo'ldi, doktor? Yo'q, qora tushga otibsizlar. Ichiga tosh solib nima bor? Chag'i sinib ketgan, biroy davolatasizlar endi. Bolaga ish buyur, orqasidan o'zing yugur. Qo'shni, o'g'limni ko'rmadingizmi? Ko'rmadim. Let's go. Larda yangi yil. To'rlaring 2006-yil ham kelyapti, ertaga yangi yil. Turlaring, oningni baqirtirmalaring bolaman. Siz nima Qorboboni kiyimini kiyib oldingiz, yeching 12da kiyasiz. Issiqqina ekanda, keyin bolalarga sovg'a ham oldim. 12da beraman, yo'qol 12da olasan. Har joyda bezatilgan archalar, yosaydi qor parchalar. Sehrli bo'lib oldi kechalar, yarim tun eshik ochilar. Kim nimani orzu qilgan bo'lsa, bu narsa uyiga olsin deb. Nima qilasizlar? Ovqat yemishdimi? O'zimiz ovqatni ertaga yeymiz, bugun mehmonga boramiz. Nima shu odam ko'rsa, nima yuradi? Voy, bu yil yangi yil qilmadinglarmi? Yo, adasi ruxsat bermadilar, qilmadik. Borganda dasturxondan biror nima olmadingiz. Hech narsa yo'q ekan, lekin men piyola oldim. Sen jinnimisan? Shuncha piyola bor ekan-ku. Voy, bilmay qopman, adasi bezatib qo'yibdilar-de. Aldamang. Jasur qo'shninga boramiz, dasturxon to'la bo'ladi. Mashdan to'y chiqib ketish kerak. Ana shu ananas qimmatga tushganda qo'shni. Xuddi mana shu shkolatni Moskvadan olib kelganman. Bitta ichaylik chiqani. Mana shu shampanskini ham juda qimmatga so'raganini sotmagandim-a. Ko'rgazmaga qo'yilgan ekan-da unda. Menga ham bitta rulet olib bering, biz ham yomay o'tiribmiz. Qaytan ananasni nomard qimmatga olganman. O, ana, odobnoma o'qituvchinikiga keldik. Jaziyoli odamlar deyishlar. Kel, qo'y, yumshoqni men bosib oldim. Ustozim, men ichaman har kuni. Sani deb ichmayman men. Ichmoqchiman. Ha, nimadir olinglar. Постой, паровоз, и стучите
Bular yeyish uchun oldin ichish kerak ekan. Yengil kut kelishiga 15 minut qolibdi. Turaylik ko'chada kutamiz. Bo'pti, biza ketdik, shuni qoldi. Ketish kerak. soat millari hayot sabog'ini eslatar go'yo yillar to'ldiradi umrda bu yolg'on emas hayotiy Salut qani? 38 ga kirib hali salut ko'rmadim. Faqat ovozini eshitaman. yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar biz juda sog'ingan qadrdon Shu onangnikida kutib olish shartmi shu yangi yilda bir qadam bo'lsa ham mayli. Surxondaryoga borish kerak. Menga qarang, o'zi yangi yilda vaqtingiz bo'lsa, ko'p gapiring, boring taksini gaplashing. Surxondaryoga ketaman. Surxondaryo. Chota nimadir netoda. Taksilar bor. A Surxondaryoga nisbor. 500 uzr, qo'l. Ana, otangdan o'rganlaring taksi gaplashishni. Voy, onangning bu yomon urdi. Voy, aka do'ppilaringiz bir yarashgan. Insofli odamga o'xshayapsiz. Surxondaryoga ketaman, polni salon zakaz qilib ketaman. Nech pul bo'ladi, aka? To'g'ri hisobini aytaman. 2,5 million bo'ladi. Aya, dadam nima qilyapti? Narx-navoni tushiryapti. Kasal kelishtirib. Yo'q. Dadasi taksi gaplashdingizmi? Qayerda gaplashaman 2,5 million deyapti. O'zi 1,5 million oylik olsam. Nima qilyapti mana u? iltimos narxni tushirishni o'rganyapman. Bormayman hech qayerga. Bormaysiz, bormaysiz. Ko'ramiz. Ha, kim zo'rish qilibsizlar, kelmaysizlar deb o'yladim. Ha, anu, yo'l kiralar narxi oshib ketibdi deb eshitdim. Sizlar nech pul bilan keldinglar? Qayinnajim. Qayinnajim bo'ling. Jim bo'ling, qayinna. Jim bo'ling, qayinna. Hamma narsa bor. Pul bor, uy bor, moshin bor. Faqat shu bitta aybim bor-da, shu imo ishora, namyoklar tushunmayman. Shu gapingiz bo'lsa, bashanamga tirs gapiravering. Rostdan tushunmaysizmi? Aytyapman-ku, tushunmayman. Nimadir qilib ko'rish kerak. Nimagadir shu qornim och qolgandek bo'lyapti-da. Agar qorningiz och qolgan bo'lsa, uydan ovqat yeb chiqishingiz kerak edi. Aylanamiz. Rostdan tushunmas ekan-ku bu. Ha, qiz bilan ko'rishdingmi? Ha, ko'rishdim. Ketib qoldi. Qornim och, nimagadir ochqab ketyapman, dedi-da uyga ketib qoldi. Ha, namyob kutga olib bormadingmi ovqatlantirishga? Yo'q, menga aytmadi-da ovqatlanishga olib boring deb. Ha, shunday kunlarda qo'lim qichyapti-da. Yo'q, qo'lingiz qichayotgan bo'lsa. Namyokka ham tushunmas ekan bu. Nima, ko'zini qisdi? Ko'zi shamollaganmikin? Kim bu bola? Nima? Qashlab qo'yingmi? Ha? Mayda pulim yo'q, borib ishlasang bo'lmaydi. Nima? Prankmi? Qayda kamera? Kamera qayda? Prankmi? Tiqilib qoldim, yordam ber. Yo'q, onasini yordam beringlar. Ertaroq aytsangiz bo'lmaymi, aka? Ha? Qarang oldingga. Ketadi. Nima deyapsan-ey? Oldingda men bor ekanman. Men ketgandan keyin birga borib icharkansizlar. Nima deb qo'ying? Alvido deb qo'ying. Bu bora olmaydi, chunki men buni onangning girdibiga ichyapman. Dada, men kasal bo'lib qoldim. Qo'rqinchlik kasallik emas, suv chechak bo'libsiz. O't o'lan bo'lib qoldimmi?
Yo'q, shunaqa kasallik bor. Faqat bu yuqumli. Odamlar sizdan qochadi, lekin bundan xafa bo'lmang. Qochadimi? Faqat shu idishda ichasan, tushundingmi? Meni narsalarimga tegma, yuqishi mumkin. Kuchugimizni idish ham yaxshi-ku bundan. Aka, men bu qancha? Hozir. Sen kasal bo'lgansan-ku. Nomi nima edi? Moychechak. Yo'q, bu suvchechak, aniq. Yuqumli kasallik-ku, chiq. Hech narsaga tegma. Bor. Dada, Yuqadi. meni jirkanyapsizmi? Ha. 3 yil mobaynida mingdan ortiq odamlarni Yevropaga ishlashga jo'natgan kompaniya. Eng asosiysi qonuniy Prime Visa. Yevropada xohlasangiz o'qisangiz bo'ladi, xohlasangiz ishlasangiz bo'ladi. Bu qalamimmi? Yo'q, meni o'g'lim bu. O'zingiz bu qalamun. Siz chigirtkasi tushundingizmi? Nima uydan chiqding? Chiqma degandim-ku senga. Zerikib ketdim. Uyda TikTok olaverib. Bor uyga kir. Bu qalamun yaxshi hayvonmi? Правый, хотя Криштиану двуногий футболист, он может и справа, и слева. Ay, og'riydi-ku. O'qish 11-yanvardan boshlanadi. Lekin biz uydagi ishlardan qochib, 5 kun oldin kelib olib nima bor? Uyda o'tirmaymanmi mazza qilib? Qornim ochqab ketdi. "Alo, aya, pul kerak edi, iloji bo'lsa pul berib turingizlar." Hozir menda yo'q edi, xonadoshlaringni olib tur. Menimcha yo'q ularda. Bolalar, yer qimirlayapti. Qanaqa yer? Qornim g'urullayapti. Och qolib ketdim. Hech narsa qolmadi yeyishga. Do'stlar. Qisi. Mehmon olib keldim demoqchi edim. Mehmon? 100 ming pul yashashimga yetadimi? Ha, yetadi. Ko'p-ku. BMW'mizni sotib keldikda bir 6 ta Malibu olganmiz. Ana eshikka sig'ma tashqari qo'yib qo'ydi. Uyga kirib yotdim. 4 tami uy bor, bittasini menga berib qo'yganda. Ey, ovqatingni ye. Ya rostdan o'lay agar. Lozimman to'xtaman. Bugun 11-yanvar o'qish ekan. Tur hammang. Bugun kun nima edi? 11-yanvar, yakshanba. Kim o'qishdi deb ertalabda? Ha, bugun yakshanba ekan. O'qish 12-yanvardan menimcha.